Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bu safargi videoyimizda prorektor dasturida dars jadvali tuzishni boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Dasturni ishga tushiramiz. Dasturdagi tugmalar haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Agar siz birinchi marta dasturga kirayotgan bo'lsangiz, yangi jadval yaratish degan tugmani bosib, ishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Agar oldindan saqlab qo'ygan dars jadvalini ochmoqchi bo'lsangiz, ushbu tugmadan foydalanasiz. Oxirgi marta saqlagan jadvalingizni bu tugmani bosib osonlik bilan ochib olishingiz mumkin. Keyin dars jadvali har bir saqlagan vaqtingizda arxivga tushadi. Arxivda saqlanib boradi ro'yxat bo'lib. Vaqti bilan soat minutigacha bu yerda ko'rib topib olishingiz mumkin. Dasturda ishlashni o'rganish uchun misollarni ko'rish degan joyga kirib, oldindan tayyorlab qo'yilgan misollarni ko'rib, o'rganib chiqish mumkin. Ro'yxatdan o'tish. Bu demak, dasturni dastlab ro'yxatdan o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Bizning dasturimiz ro'yxatdan o'tkazilgan, shuning uchun bu tugmani hozir ishlatmaymiz. Demak, ishni boshlash uchun yangi jadval yaratish degan tugmani bosaman. Dasturimizning umumiy ko'rinishi shu. Demak, biz bir boshdan ko'rib chiqamiz asosiy joylarini. Mana maktab degan tugmani bosib turib, o'zingizning maktabingiz haqida ma'lumotlarni kiritasiz. Masalan, muassasa nomi, birinchi maktab. O'quv yili 2025-2026. Direktor, masalan, Abdullayev A. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Akramova G. Hop, kasaba uyushmasi va psixologda ham ism familiyasini yozib qo'yishingiz mumkin. Keyingi joyda mana 7-soatgacha dars vaqtlari o'zi yozib qo'yilgan. Agar noto'g'ri bo'lsa, buni to'g'rilab olasiz. Maktabingiz 2 smenali bo'ladigan bo'lsa, 8-chi, 9-chi, 10-chi va hokazo soatlarga ham dars vaqtlarini aniq yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi bu oynada birinchi smena qachon boshlanib, qachon tugaydi, ikkinchi smena nechinchi soatda boshlanib, nechinchi soatda tugaydi, shunaqa ma'lumotlarni kiritib qo'yishingiz mumkin. Masalan, birinchi smena 7-soatgacha davom etadigan bo'lsa, shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi smenamiz 7-soatda boshlanadigan bo'lsa, mana 7-soatda boshlanyapti, 6 soat davom etadi. Uchinchi smenani ham shunga o'xshab moslab olishingiz mumkin. Bu oyna o'sha keyingi kiritiladigan ma'lumotlar uchun asosiy shablon hisoblanadi. Endi sinflar. Maktabda mavjud bo'lgan sinflarning ro'yxati shu yerda shakllantiriladi. Masalan, bitta sinf qo'shmoqchi bo'lsangiz, yangi degan joyga kirib turib, sinfning nomini yozasiz. Birinchi A misol uchun. Birinchi A. Birinchi B. Va hokazo. Endi hammasini bittadan yozib chiqish qiyin bo'lishi mumkin, ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun qo'shish degan tugmani bosib, birdaniga bir nechta sinflarni kiritishingiz mumkin. Masalan, 2-sinflar soni 2 ta, 3-sinflar 3 ta, 4-sinflar 2 ta, 5-sinflar 2 ta, 6-sinflar 2 ta, 7lar, 8lar va hokazo. Mana shu ko'rinishda o'q degan tugmani bossak, hamma sinfimizni birdaniga yaratib beradi. Keyingi sahifamiz mana bu tugmani bossa ham, bu tugmani bossak ham o'sha fanlarning ro'yxatini kiritadigan oyna chiqadi. Bu joyda ham maktabda o'tiladigan fanlarni kiritib chiqishimiz kerak. Bittadan kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shu joyda kiritamiz. Fanning nomi va qisqacha nomlanishi. Undan keyin og'irlik darajasi. Qo'shish degan tugmani bossa, hozirgi kunda maktabda o'tiladigan fanlarni deyarli asosiy barchasi kiritib qo'yilgan. OK degan tugmani bossak, mana avtomatik yaratiladi. Keyingisi xonalar ro'yxati. Xonalarni ham bittadan kiritish mumkin. Sport zal, mehnat xonasi, birinchi xona, ikkinchi xona deb, masalan, mana birinchi xona va hokazo. Qo'shish degan tugmani bosib, masalan, 50 ta xona bor maktabda.
OK deb bosadigan bo'lsak, o'zi 50 ta nimani yaratib beradi. Hani boshida qo'shganimiz bilan mana 51 ta bo'lib qoldi. O'qituvchilar bu ham xuddi shunaqa. O'qituvchining ism familiyasi, qisqacha nomlanishi, undan keyin metod kuni. Masalan, Asqarov A. Metod kuni dushanba, misol uchun. Darcha oknolarini hisobga olish, buni keyin ko'ramiz. Okay. Mana bitta o'qituvchini qo'shdik. Birdaniga ko'p o'qituvchi qo'shmoqchi bo'lsangiz, qo'shish degan tugmani bosib, 70 ta o'qituvchi bor. Okay desiz, hamma o'qituvchini nomerlab qo'yadi. Buni bittadan ochib, ism familiyasini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Keyingi o'ynamiz. Mana demak biz sinflarda, fanlarda, xonalarda o'qituvchilarni tayyorlab oldik. Endi darslarni kiritish oynasi. Bu joyda ham bittadan dars kiritish mumkin va birdaniga ko'proq darslarni kiritish mumkin. Hozir bitta darsni kiritishni ko'ramiz. Yaratish. O'qituvchini tanlaymiz. Dars o'tadigan fanni tanlaymiz. Masalan, aytaylik, ona tili. Undan keyin qaysi xonada dars o'tadi? 6-chi, 5-chi xonalarda qaysinisi bo'sh bo'lsa, o'sha xonada dars o'tadi. Qaysi sinfga dars o'tadi? Necha soat dars o'tadi? Masalan, 4 soat. Sinfi 7-chi B yoki bo'lmasam 5-chi A sinfga. OK tugmasini bossak, mana bitta darsimiz qo'shiladi. Asqarovda bitta dars. Endi o'qituvchiga ko'proq dars qo'shmoqchi bo'lsak, bir-biriga o'xshaydigan darslari ko'p bo'ladi. Shuning uchun ushbu tugmadan foydalanishimiz mumkin. Masalan, Asqarov ona tili fanidan 4 soatdan 5-chi Bga, 6-chi Bga va 7-chi Bga uchalasiga ham 4 soatdan dars o'tadi. Qaysi xonada? 5-chi, 6-chi xonalarda. Shu bilan mana birdaniga 3 ta dars kiritishimiz mumkin. Endi bo'linadigan darslar qanday kiritiladi? Bittasini kiritish uchun masalan, birinchi o'qituvchi chet tili fanidan 5-chi A sinfda birinchi gruppasiga birinchi o'qituvchi o'tadi. Ikkinchi guruhiga aytaylik, ikkinchi o'qituvchi o'tadi. Mana shu bo'lish shunaqa bo'ladi. Fani bitta bo'ladi, bir xil bo'lishi mumkin. Lekin ikkala tomonga ikki xil o'qituvchini tanlab qo'yasiz. Keyin qaysi sinfga o'tilyapti? Necha soat o'tilyapti? Masalan, 3 soat bir haftada. Xonasi 7-chi xona. Shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi o'qituvchi boshqa xonada o'tadigan bo'lsa, yarmi 8-chi xonada. Demak, birinchi o'qituvchi chet tili fanidan birinchi guruhga, ya'ni 5-chi A sinfi birinchi guruhiga 7-chi xonada dars o'tadi 3 soat. Xuddi o'sha vaqtda ikkinchi o'qituvchi qolgan yarmiga 8-chi xonada dars o'tadi. Okay. Barchasini chiqarib qo'yaylik. Mana bo'linadigan dars. Endi bo'linadigan darslarda ham birdaniga tezlik bilan kiritishimiz mumkin. Demak, o'qituvchini tanlaymiz. Birinchi o'qituvchi chet tili fanidan, ikkinchi guruhga ikkinchi o'qituvchi, xonasi buniki 7-chi xona, buniki 8-chi xona. Xo'p, bir haftada 3 soatdan 5-chi Bga, 6-chi Aga, 6-chi B, 7-chi A sinflarga. 4 ta sinfga ikkala o'qituvchi bo'lib dars o'tyapti. Shu ko'rinishda darslar kiritiladi. Hamma ma'lumotlar kiritib bo'lgandan keyin tepada tuzish degan tugmani bossak, o'sha biz kiritgan ma'lumotlarni darslarimiz jadvalga joylab beradi. Endi biz konkret misol ko'ramiz. Buning uchun yangi jadvalga mana bo'sh, hech narsa yo'q. Xo'p, dastlab maktabning ma'lumotlarini kiritib olamiz. Masalan, 2-maktab. O'quv yili 2025-2026. Direktor Usmonov I. O'quv ishlari bo'yicha direktor Karimova
B va kasaba uyushma ularni ham kiritib qo'yish mumkin. Hozircha bir smenali turaversin. Bu tomonini mana birinchi smenamiz 7 soatgacha davom etadigan qilib qo'yamiz. Endi har bitta ma'lumotni bittadan kiritib yurmasdan dars taqsimotini yuklaymiz. Osonroq ishlash uchun. Bizda dars taqsimoti namunasi bor. Men dars taqsimotini birinchi ko'rsatib qo'yay, qanday bo'lishi kerakligini. Mana dars taqsimotimiz o'tgan yilgidan ko'ra ozgina o'zgargan. Birinchi ustunimizda nomer, ikkinchi ustunimizda o'qituvchining ism familiyasi, uchinchi ustunimizda fanlar, undan keyingi ustunimizda xonalar. Undan keyin sinflarni nomi boshlanib ketyapti. Mana boshlang'ich sinflarni ham qo'shib qo'yganmiz. Demak, sizni dars taqsimotingizda bunaqa bo'sh joylar bo'lsa, bizni dastur qabul qilmaydi. Yoki bo'lmasa mana bu joyda bo'sh joy bo'lsa, qabul qilmaydi. Shuning uchun birinchi qatordan boshlangan bo'lishi kerak va birinchi ustundan boshlangan bo'lishi kerak. Eng tepadagi shu 3 ta 4 ta shapkani o'zgartirmaslik kerak. Masalan, mana bu joydagi xonani kichkina bilan xona deb qo'ysangiz ham dastur qabul qilmaydi. Aynan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, bu joyda o'qituvchilarning ism familiyasi, undan keyingi ustunda fanlar, mana birinchi qatorda ko'radigan bo'lsak, Abdullayeva Zebo ingliz tili fanidan 5-B va 5-D sinflariga bir haftada 3 soatdan dars o'tadi. Abdullayev Jahongir jahon tarixi fanidan 5-Aga 2 soat, 5-Bga 2 soat va hokazo. 9larga 11-sinfgacha 1 soatdan dars o'tadi degan jadval. Xo'p, endi bo'linadigan fanlar qanday bo'ladi? Bo'linadigan fanlarda ham bu taqsimot uchun bo'linadigan fanlarda ahamiyati yo'q. Masalan, Chorshanba va Dilorom rus tili fanidan 2-A sinfga, 2-B sinfga, 5-A sinfga, 5-D sinfga va hokazo sinflarga 2 soatdan dars o'tadi. Endi qaysidir yana shu sinfga rus tilidan birorta o'qituvchiga 2 soat dars qo'yib qo'yadigan bo'lsak, dasturni o'zi topib, ularni bo'lib oladi. Mana bu yerda bor ekan. Jumaniyozova Nodira rus tili fanidan demak 2 soat xuddi o'sha sinfga dars o'tyapti. Ikkalasi bo'linadigan bo'lib qabul qilinadi. Endi qaysidir darslarda qaysi xonada o'tilishi oldindan aniq bo'ladigan bo'lsa, o'sha xonani nomerini yoki xonani nomini kiritib ketish mumkin. O'sha yerga bir xil yozgan yaxshi. Masalan, birinchi xonani shetga bir chiziqcha xona deb yozdingizmi? Pastda yana qaysidir joyda shunaqa yozib bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha ko'rinishda bo'lishi kerak. Bir chiziqcha xona ko'rinishda bo'lishi kerak. Agar bo'sh qoladigan bo'lsa, xonasi aniqlanmagan degan ma'noda bo'laveradi. Uni dasturning ichida ham to'g'rilashimiz mumkin. Hozircha shu dars taqsimoti bo'yicha hozir xuddi shu dars taqsimotini yuklaymiz dasturimizga. Xo'p, demak, mana taqsimot degan tugmani bosaman. Sizda dars taqsimoti bormi deyapti. Ha degan tugmani bosamiz. Mana o'sha рабочий stoldagi taqsimotni yuklayman. Yuklaganimizda dars taqsimotida yozilgan sinflarning ro'yxati avtomatik paydo bo'ladi, fanlar ro'yxati paydo bo'ladi, xonalar paydo bo'ladi, o'qituvchilarning ism familiyasi va yuklamalari paydo bo'ladi. Endi biz qiladigan ishimiz boshlang'ich sinflarni shanba kunini yopib chiqish. Demak, mana boshlang'ich sinflardan 1-A sinfda ochaman. Juma kuni 1-soatda tarbiyaviy soat bo'ladi. Qizilga bo'yab qo'yibman. Shanba kunini yopib qo'yibman. Juma kuni 7-soatda ham yopib qo'yamiz. Hop, sinflarga qo'llash degan tugmani bosib, xuddi shu ish vaqti, demak, mana shu ish vaqti quyidagi sinflarda bir xil bo'lsin. 1-A sinfda ham, Bda ham, 2larda ham, 3larda ham, 4larda ham xuddi shu ish vaqti amal qilsin. Okey. Hammasini ish vaqti bir xil bo'lib qoldi. Endi yuqori sinflarimiz 5-A sinfdan boshlab 6-sinfgacha mana. Demak, 30 soat atrofida dars. Bularga ish vaqti juma kunida olib tashlaymiz. 7-soatda ham olib tashlaymiz. Shanba kuni 6-soatni ham olib tashlaymiz. Va sinflarga qo'llash.
5-A, 5-B, 6AB, ABD. Mana 6 ta sinfga ish vaqtini qo'llaymiz. Ularda ham ish vaqti mana 34 soatdan bo'lib qoldi. Endi 7, 8 sinflarda dars ko'p ekan. 9 sinflarda 7, 8, 9 da bularga ish vaqtini 7 soatda ham ochib berishimiz kerak. Shuning uchun juma kuni 1 soatini yopamiz. Bu joyda demak sinf soati va shanba kuni 7 soat bo'lmasin. Qo'llash. 7ABD, 8AB, 9AB. Okey deb bosamiz. Xo'p, mana bularni ish vaqti 40 soatdan bo'lib qoldi. Endi oxiridagi 10-11lar 33 soatdan darsi bor ekan. Bularniki demak 6 soatga sig'adi. Mana shu ko'rinishda bo'lsin ish vaqti. Sinflarga qo'llash 10-11 sinflar. Mana ish vaqtimizni tayyorlab oldik, sinflarnikini. Endi fanlarga o'tib turib, fanlarda qiladigan ishimiz metod kunlarni shu joyga joylab qo'yishimiz mumkin. Masalan, ingliz tili fani. Ingliz tili juma kuni metod kun ekan, belgilaymiz. Jahon tarixi. Demak, payshanba kuni. Ona tili dushanba kuni. Milliy istiqlol g'oyasi. Xo'p, juma kuni. Yo'q, payshanba kuni. Texnologiya shanba kuni. Iqtisodiy bilim asoslari. Iqtisod. Iqtisod chorshanba kuni ekan. Konstitutsiya shanba bo'lsa kerak. Informatika aniq fanlar dushanba kuni. Ona tili seshanba kuni adashib qolibman. Xo'p, matematika dushanba kuni. O'qish seshanba kuni. CHQBT chaqiriqqacha yoshlar chaqiriqqa qadar boshlang'ich tarbiya shanba kuni. Jismoniy tarbiya demak bu ham shanba kuni. Fizika chorshanba kuni. Astronomiya chorshanba. Geografiya chorshanba. Rus tili seshanba. Nemis tili xorijiy til juma kuni. Kimyo chorshanba. Odobnoma shanba kuni bo'lsa kerak. Tabiat yo chorshanba yo shanba qo'yaylik. Yo'l harakati qoidalari shanba. Tasviriy san'at shanba. Biologiya chorshanba. Bu qizilga bo'yayotganimiz shu kuni dars o'tilmasin degani. Masalan, biologiya fani chorshanba kuni o'tilmasin degan ma'noni bildiradi. Botanika chorshanba. Adabiyot seshanba. Vatan tuyg'usi shanba. Oxirida musiqa shanba. Chizmachilik shanba. Sog'lomlashtirish bu jismoniy tarbiyani bir kun bo'lsa shanba. Huquq payshanba kuni. Mana shu ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, metod kunlar shu kunlarga aytilgan darslarimiz tushmaydi. Endi keyingi nimamiz sozlashimiz kerak bo'lgan joy xonalar. Biz xonalarni dars taqsimotiga taxminan kiritganmiz. Shuning uchun bir qarab qo'yishimiz kerak. Birorta xonaga ko'p dars tushib qolmadimi? Mana bu yerda sport zalga 38 soat dars tushyapti. Shuni boshqa xonalarga o'tkazib qo'yishimiz kerak ba'zilarini. Masalan, 1A'dagisini sport zalda, 2, 3 mana uchala xonadan bittasida o'tilaversin degan ma'noda bo'ladi. Buni ham shunday qilib qo'yamiz. 3 ta sport zaldan qaysinisi bo'sh bo'lsa, shunisida o'tilaveradi.
Men endi shu xonadagi hamma darslarni to'g'irlamadim. Ba'zilarini shu boshlang'ichlardagi darslarda asosan 3 ta xonaga ixtiyoriy bittasiga qo'yish imkoniyatini belgilab qo'ydim. Hop, endi keyingisi o'qituvchilar. O'qituvchilarni demak darslari aniq, ish vaqti aniq. Masalan, 6 soat dars o'tadigan o'qituvchi aniq har kuni kelishni xohlamaydi. Faqat buni bitta darsini ko'rib qo'yishimiz kerak. Mana 3 soatdan demak ingliz tili. Shu o'qituvchi masalan darsini 3 kunga qo'yib bering deydigan bo'lsa, biz ingliz tilini metod kunini ham hisobga olishimiz kerak. Ingliz tili masalan juma kuni bo'lmaydi. Juma kuni bu o'qituvchiga dars qo'yilmaydi shundoq ham. Endi qolgan yana 2 kunini belgilab qo'yishimiz mumkin. O'shanda 3 kunga 1 soatdan dars qo'yiladi. Agar siz juma kunni metod kunni hisobga olmasdan bunday qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu 3 kunga ham dars qo'yilmaydi. Ingliz tili o'qituvchiligi uchun bu kunga ham dars qo'yilmaydi va 2 kun ochiq kuni qolyapti. 2 kunga 1 soatdan dars qo'yib, 3-soatni yana iloji yo'q shu kunlardan bittasiga qo'yiladi. Shuning uchun metod kunni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Abdullayev Jahongir. Buni darslari demak jahon tarixi. Tarix darslari payshanba kuni ekan. Payshanbadan boshqa biror kunda ochib berish mumkin. Misol uchun juma kuni ham ochib qo'yishimiz mumkin yoki chorshanba kuni. Shu ko'rinishda ish vaqtlarini hisobga olishimiz mumkin. Agar darslar 20 soatda yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ish vaqti o'z holicha qolgani yaxshi. Mana asosiy sozlashlarni qildik. Endi dars taqsimotini, dars jadvalini tuzishga o'tamiz. Demak, tepadagi tugmalardan tuzish degan tugmani bosamiz. Xonalarni hisobga olish degan joyga belgi qo'yamiz, chunki bizda taqsimotimizda xonalar bor edi. Agar bu joydan belgini olib tashlasam, xonalarni hisobga olmasdan tuzib beradi. Biz xonalar bilan tuzib ko'ramiz. Tugmani bosaman. Mana dastur dars jadvalini tuzdi. Endi albatta bu dars jadvalida kamchiliklar bo'ladi, bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qator ko'rib chiqishimiz kerak. Mana birinchi A sinfda dars jadvali bu tomonda alohida ko'rinib turibdi. Demak, juma kungi 6-soatga ham dars tushib qolgan. Shuni sichqoncha bilan olib turib, mana boshqa joyga olib borib qo'yamiz. Birinchi B sinfda ham xuddi shu holat. Olib qo'yamiz. Keyingi sinfimiz bu sinfda ham. Undan keyingi sinfimizda 2-A sinfda muammo yo'q ekan. 2-B'da ham muammo yo'q. 2-D ham yaxshi. 2-E'da ham muammo yo'q. 3-A sinfda endi o'z aslida muammo yo'q. Buni boshqa kunga olib qo'yishimiz ham mumkin. Oxirgi kunga dars ko'payib ketmasin desak, bunday qilib olib qo'yishimiz mumkin. 3-B sinfda. Mana endi rus tili darsi bo'lib o'tiladiganligini hisobiga darsni tanlagan paytimizda mana ranglarga bo'yalib qolyapti. Bu ranglar nima ma'noni anglatadi? Ko'k ranglar, bu joydagi ko'k ranglar shu rus tilini dars o'tadigan o'qituvchilardan ikkalasi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, Tolib bilan Yusupova. Ikkalasidan bittasini shu joyda darsi bor yoki ikkalasini. Shuning uchun ko'k turibdi. Bu joyga darsni qo'ymoqchi bo'lsak, o'sha oldindan joylashtirilgan darsini olib tashlaydi jadvalda. Yashil joyga qo'yish mumkin deyapti, lekin yashil joyda shu fanni o'zi turibdi. Bu joyga qo'yishning ma'nosi yo'q. Qizil joy yoki metod kun yoki birorta o'qituvchini, shu ikkala rus tili o'qituvchisini ish vaqti bo'lmagan kun, ya'ni ishga kelmaydigan kuni. Endi mana yashil joy bitta variantimiz bor ekan, shu joyga shu rus tilini qo'yamiz va boshqa joyga olib borib qo'yishimiz mumkin ona tilini. Endi ona tilini qo'yayotgan paytda ham ko'rishimiz kerak. Mana dushanba kunida bitta ona tili bor. Seshanba kuni o'zi metod kun, chorshanba kunida bitta bor, payshanba kunida bitta bor, juma kunida bitta bor. Demak, iloji yo'q, yana o'sha dars bor kunga qo'yamiz. Yoki bu kunga qo'yishimiz mumkin. Hop, keyingi sinfni ko'ramiz, 3-D sinf. Bu sinfda ham odobnomani boshqa kunga olib qo'yishimiz mumkin, oxirgi kunda sal yengillashtirish uchun. 3-E sinf. Tarbiya, tabiat.
boshqa kunga olib qo'yamiz. 4-A sinf yaxshi, 4-B sinfni ham olib qo'yishimiz mumkin. 4-D sinfni ham. Xo'p, 5-A sinfda hech qanaqa muammo yo'q, hamma darslari joylashgan. 5-B sinfda ham muammo yo'q. 5-D'da ham, 6-A sinfda ham, 6-B sinfda ham, 6-D sinfda ham. Mana bu sinfda 7-A sinfda ikkita yarim soatlik darsi bor. Ikkalasi 2 kunga tushib qolgan. Shuni bittasini sichqoncha bilan ushlaymiz. Agar mana bu pasti yashil turgan bo'lsa, shu joyga qo'yib qo'yamiz. Agar yashil bo'lmasa, shu darsni qo'yish mumkin bo'lgan joylarni eslab olamiz. Mana demak, buni bu yerga qo'yish mumkin. Endi ikkinchisini ushlaymiz. Buni ham o'sha kunga qo'yish mumkin, faqat mahrajga. Shu mahrajga buni qo'yib olamiz, narigi darsimizni suratga qo'yamiz. Ikkalasi bir kunga joylashadi. Demak, 7-B sinfda Konstitutsiya olamiga sayohat darsini shu kunni o'ziga va mana bu kunga qo'yish mumkin ekan. Mana bo'sh turibdi, bu ham bo'sh turibdi. Endi bu darsni ko'ramiz. Bu darsni bu yerga qo'ya olmas ekanmiz, qizil ekan. Lekin mana juma kunga qo'yishimiz mumkin ekan, suratga ham, mahrajga ham. Yoki suratga yoki mahrajga qo'yamiz. Konstitutsiya olamini mahrajga olib kelib qo'yamiz. Shu bilan bu 7-B sinfni darsi ham oxiriga yetdi jadvali. 7-D sinfniki o'zi yaxshi turibdi ekan. 8-A sinfda demak yarim soatlik dars bitta xolos. Shuning uchun bu farqi yo'q, turaveradi. 8-B'da ham bitta xolos turaveradi. 9-A sinfda darslar to'liq joylashgan. 9-B'niki ham joylashgan. 10-A sinfniki ham muammo yo'q. 10-B sinfda mana yarim soatga dars joylashmay qolgan. Bitta ham ko'rsatib turibdi o'zi. Pastda ham ko'rsatib turibdi. Shu darsni sichqoncha bilan bitta ushlaganimizda qayerga qo'yish mumkinligini ko'rsatib beradi. Yarim soatlik darsni tepaga qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi haftasi ochilib qoladi. Shuning uchun oxirgi soatlarga joylashtirishimiz kerak. Mana shu yerga qo'yishimiz mumkin. Endi bunaqa dars ikkita ekan, ikkalasini mana demak, milliy istiqlol g'oyasini qo'yishimiz mumkin bo'lgan joylar shu kunga to'liq qo'ysak bo'lar ekan. Demak, mana kunga ham, dushanba kunga ham 5-soatgacha qo'yishimiz mumkin ekan. Ona tilini shu kunga qo'yganimiz yaxshi ekan. Demak, shu joyda o'zida va mana bu joyda bo'sh vaqti bor ekan. Nemis tilini ko'ramiz. Nemis tilini, milliy istiqlol g'oyasini demak mana shu yerga qo'yishimiz mumkin. Ikkalasida ham bo'sh bo'lyapti. Mana ko'radigan bo'lsak, milliy istiqlol mana shu yerga qo'yishimiz mumkin. Yashil turibdi. Va ona tilini ham yarim soatlikni bu yerga qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun bittasini suratga qo'yganimizdan keyin nemis tilini pastga olib qo'yamiz. Va qolgan joyiga, mahrajiga yarimta darsni qo'yamiz. Shu bilan 10-B sinfda ham darslari joylashdi. 10-D sinfda muammo yo'q. 11-A sinfda muammo yo'q. 11-B sinfda 1,5 soat dars qolib ketyapti mana. Demak, birinchi fizikani sichqoncha bilan ushlaymiz. Ushlaganimizda bitta fizikamiz mana ko'rinib turibdi, o'zi alohida bo'lib, demak shu yerda bu kunga qo'ymaymiz. Boshqa kunlarda ixtiyoriy yashil joyga olib borib qo'yishimiz mumkin. Masalan, ingliz tilini o'rniga qo'yadigan bo'lsam, ingliz tilini bu joyga olib almashtirishim mumkin ekan. Nemis tilini qo'yadigan bo'lsam, nemis tilini bu joyga qo'yishim mumkin ekan. Bu bilan almashtiradigan bo'lsam, mana buni demak pastga qo'ya olmayman, tepadagi dars bilan almashtirishim mumkin. Shu bilan 1 soatlik darsimiz joylashdi. Endi yarim soatligini olib turib, yarim soatlikni olganimizda o'zi mana suratdagi darsni mahraji bo'sh turibdi. Shu joyga joylashtirib qo'yishim mumkin. Shu bilan 11-B sinfda ham dars tugadi. Dars jadvalimiz mana oxiriga yetdi. Hamma sinfimizda to'liq darslar joylashtirilib bo'ldi. Birorta dars qolib ketgan bo'lsa, qayerdan bilamiz? Masalan, 7-D sinfda aytaylik, unga bitta dars qolib ketgan. Siz boshqa sinflarni ko'rib turibsiz. Bu holatda mana 7-D sinfni mana bu joyda ham ko'rsatib turadi. Mana ko'radigan bo'lsa, 7-D sinfimizning pastida bitta qizil 1 yozuvi turibdi. Undan tashqari mana ro'yxatimizda 7-D sinfimizda 1 turibdi, 1 soat dars qolib ketgan degani. Qolgan darslarimiz hammasi joylashgan. Shu 7-D sinfni tanlaymiz. Qolib ketgan darsimizni sichqoncha bilan ushlab, yashil joyga olib borib qo'yaveramiz. Xo'p, endi dars jadvali tuzish shu tartibda bo'ladi. Hozir bitta narsani hisobga olmayapmiz. Shuning uchun dars jadvalimizni tozalab olamiz. Fanlar ro'yxatini ochamiz.
Xo'p, texnologiya fanini tanlaymiz. Texnologiya. Texnologiya fanini tanlaymizda, shu texnologiya fanini darslarini ochamiz. Shularni ichida masalan 5-B sinfda 2 soat texnologiya bor ekan, bu 2 kunga tushib qolyapti bizni jadvalimizda. Shuning uchun ketma-ket joylashsin degan joyga belgi qo'yib chiqamiz. Mana juft darslar ketma-ket joylashsin deymiz. Toq darslar unga shart emas, chunki o'zi 1 soat xolos. Keyingi 2 soatlarda ham mana maktabdagi hamma texnologiya darslarini 2 soatliklarini ketma-ket joylashsin degan buyruqni berdik. Endi ba'zi maktablarda aytadi, masalan matematika oxirgi soatlarga tushib qolmasin deydi. Bizda matematika o'qituvchimizni darslari ko'p bo'lishi mumkin. Uning ustiga bir kun, metod kunga chiqib ketyapti. Shuning uchun matematikani 7-soatini qizilga bo'yab qo'yamiz. Mana 7-soatga tushmasin degan ma'noda. Jismoniy tarbiyani 1-soatini qizilga bo'yab qo'yamiz. Jismoniy tarbiya 1-soatda o'tilmasin deb aytiladi ko'pincha. Mana shu bilan dars jadvalini boshqatdan tuzib ko'ramiz qayta. Xo'p, endi bir boshdan boshlaymiz. 1-A sinfimizda demak shanba kunga tushib qolgan darsimizni boshqa kunga olib qo'yamiz. O'zi shart ham emas, o'zi aslida shunday qolsa ham bo'ladi-yu, endi sal yig'ishtirilib tursin deyapmiz. Demak, 1-B sinfdagi darsni ham olib qo'yamiz. 1-D sinfdagini ham olib qo'yamiz. Bu mana to'g'ri turibdi, faqat mana yerda bitta okno qolib ketyapti. Endi bu oknoga qaysi darsni qo'yish mumkin? Mana sichqonchani olib kelganimdan keyin pastni ko'radigan bo'lsak, mana shu joyda shu sinfga qo'yish mumkin bo'lgan darslarimizni ba'zilar hammasini o'ng chap tomoni rangga bo'yalib qoladi. Demak, ko'k rangga bo'yaldi degani shu joyga qo'ya olmaymiz bu darsni. Chunki bu darsni o'tadigan o'qituvchini juma kuni 3-soatda darsi bor qaysidir sinfga. Ingliz tilini qo'ya olmaymiz, chunki ingliz tilimizni metod kuni bor bitta. Qolgan darslarimizni qo'yishimiz mumkin ekan va mana yerda bitta jismoniy tarbiyamiz oqqa bo'yalib turibdi. Bu oqni ham olib borib qo'ya olmaymiz. Sababi shu joyda jismoniy tarbiyani qo'yish uchun belgilangan xona band. Demak, boshqalarni qo'yishimiz mumkin ekan. Bular o'zi qo'yilib bo'lgan jadvalga, faqat tepadan olib qo'yamiz endi. Mana shu yerdan olib borib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Texnologiya darsini oxirgi soatga tushib qolayotganligi uchun texnologiya demak deyarli hamma joyga qo'yish mumkin ekan. Shuning uchun matematikani o'qish bilan almashtiraman. O'qishni bu joyga olib kelib qo'yaman, texnologiyalarni mana tepaga olib borib almashtiraman. Ikkalasi ketma-ket turibdi. O'qishni boshqa kunga olib borib qo'yaman. Demak, matematikani odoqnoma bilan almashtirib, qilib qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Endi 2-B sinfimizda muammo yo'q. 2-B sinfimizning texnologiyasi o'zi 1 soat ekan xolos. Mana bu yerda ko'rsatib turibdi, qaranglar. Texnologiyani ustiga olib borganimda mana yerda ko'rsatadi mana. Texnologiya darsi 2-B sinfga Mamat Karimova o'tadi. 1 soat xolos, o'sha 1 soat jadvalga joylashib bo'ldi. Mana jadvalga 1 soatligi pastdagisi joylashib bo'lganini bildiradi. Mana bu narsa bo'lsa, shu texnologiya darsini qayerlarga joylashtirish mumkinligini ko'rsatib turadi. Demak, shanba kunga joylashtira olmaymiz, juma kuni 1-soatga joylashtira olmaymiz va juma kuni 6-soatga joylashtira olmaymiz. 2-D sinfimizda muammo yo'q. 2-E sinfimizda muammo yo'q. 3-A sinfimizda muammo yo'q. Hamma darslar joylashgan. 3-B sinfimizda joylashgan. 3-D sinfimizda hamma darslar joylashgan. Demak, 3-E'da ham muammo yo'q. 4-A'da ham muammo yo'q. B'da ham, D'da ham muammo yo'q. 5-A sinfimizda texnologiya mana ketma-ket tushyapti. Xo'p, informatika darsi oxirgi soatga tushgan. Demak, hammasi yaxshi. 5-B'da ham muammo yo'q. 5-D'da ham muammo yo'q.
6 A'dayam yo'q, 6 B'dayam yo'q, 6 D'dayam yo'q. Mana endi 7 A'mizda ikkita yarim soatlik dars 2 kunga tushib qolyapti. Shunday tursa ham bo'laveradi. Masalan, seshanba kuni va payshanba kuni darslar 7 soatdan, keyingi haftasiga 6 soatdan bo'ladi. Yoki bo'lmasam buni olib turib, uni tagiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bir hafta unisi, bir hafta bunisi bo'ladi. Agar mos kelmaydigan bo'lsa, boshqa mos keladigan kunga joylashtirib qo'yamiz. Faqat oxirgi soatga qo'yish shart emas. Agar 2 soat bo'ladigan bo'lsa, bular yarim soatliklar. Unda kunni o'rtasiga ham qo'yishimiz mumkin. Masalan, mana shu yerda jahon tarixini o'rniga ikkalasini olib borib joylashtirishimiz mumkin ekan mana. Orada ham bo'lishi mumkin. Hop, 7 A sinfimiz, 7 B sinfimizda mana joylashtirib qo'ydik. 7 D sinfimiz yaxshi, 8 A yaxshi, 8 B yaxshi, 9 A da hamma darslar joylashtirilgan. 9 B ham yaxshi. Hop, 10 A sinfimizda mana yarim soatlik ikkita darsimizni bir kunga olib qo'yishimiz mumkin. Yoki boshqa kunga olib qo'yishimiz mumkin. Masalan, ikkalasini qo'yish mumkin bo'lgan joy mana jahon tarixi. Buni ham qo'yishimiz mumkin. Shu joyga olib kelib qo'yaveraman. Oraga. 10 B sinfimizda hamma darslar joylashgan, muammo yo'q. 10 D sinfimizda yarim soatli darslar ikkita ekan, ikkalasini bir kunga olib qo'yamiz. 11 A sinfimiz yaxshi joylashgan. 11 B sinfimizda yarim soat dars qolib ketgan. Shu darsni shu emas, ishqoncha bilan qo'yishim mumkin bo'lgan joylarda mana bitta yarim soatli joy turibdi, shu bo'sh joyga qo'yib qo'yaman. Shu bilan hamma sinfimiz joylashib bo'ldi darslari. Endi aytaylik, maktabimizda shu 7 A bilan 7 B sinf ikkinchi smenada o'qiydigan bo'lsa qanday qilardik? Yoki 7larni uchalasi ikkinchi smena bo'lsin. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz, xo'p, mana dars soatlarini yozib chiqishimiz kerak davomini ham. Demak, 14 10dan 14:55 gacha. 55 gacha. 15:00dan 15:45 gacha. Bundan keyin 7 soatda boshlangan bo'lsa, 7, 8, 9 mana shu yerda katta tanaffus bo'ladi. Katta tanaffus 25 minut bo'ladigan bo'lsa, 16:10dan 16:55 gacha. Xo'p, 17:00dan 17:45 gacha. Qani, 1 soat, 2 soat, 3, 4, 5. 7 sinfimizda darslar 6 soatgacha davom etyapti ekan. Manimcha 7 soatlari ham bor. 17:50dan 8:35 gacha. Hozircha shuni yozib turaylik. Mana endi jadvalimizni tozalavoramiz. Baribir boshdan tuzishimizga to'g'ri keladi. 7 sinflardan bittasini ish vaqtini ochaman va ikkinchi smenani tanlayman. Mana 7 soatdan boshlansin, 12 soatgacha davom etsin. Juma kuni 1 soati bo'lmasin. Ya'ni bo'lmasin emas, bu joyda sinf soati bo'ladi degan ma'noda. Sinflarga qo'llash 7 A, B, D. Xo'p, mana dars jadvalimiz 2 smenali bo'ldi. Endi jadvalni tuzishni boshqatdan bosamiz. Yana boshdan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi A'imiz yaxshi, birinchi B yaxshi, birinchi D yaxshi. Va texnologiyani to'g'rilashimiz kerak. Chunki 6 soatga tushib qolyapti. Boshqa kunga olaman. O'qishdi. Xo'p. Shu kunda almashtirsak bo'lar ekan. Masalan, matematika bilan yoki ona tili bilan. Ona tilini foydasi yo'q.
Musiqa bilan almashtirib ona kunga qo'yaman. Endi bir kunga ikkita ona tili bo'lib qoldi. Bir kunga ikkita ona tili bo'lib qoldi. Ona tili yo'q bo'lgan kunga ona tilini olamiz. Texnologiyani shu jumaga qo'ysak, menimcha yaxshi bo'ladi shekilli. Xo'p. Hozir. O'qish bir kunga ikkita. Kerak. Ona tilimiz texnologiyani bu kunga qo'yolmas ekanmiz. Bo'lmas ekan bu kunga qo'ysak. Shuning uchun hop shu kunga qo'yib ko'ramiz. Bo'ldi mana. Ikkita texnologiya. Xo'p, matematika bir kunga 2 soat baribir tushar ekan. Sababi 5 soat matematikamiz bor. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta va mana sichqoncha bilan yurgan 5-inchisi. Bizda matematikani qo'yishimiz mumkin bo'lgan joy 4 kun xolos. Lekin boshlang'ich sinflarda matematikani dushanbaga ham qo'ysa bo'laveradi. Shuning uchun bemalol bunday qilib almashtirsak ham bo'laveradi. Bu mana qizil narsa metodgul asosan yuqori sinflar uchun. Xo'p, ikkinchi B sinfimizda muammo yo'q. Ikkinchi B sinfimizda ham matematika mana bir kunga 2 soat tushib qolgan. Sig'maganligi uchun. Shuning uchun buni boshqa kunga olib qo'ysak bo'laveradi. Mana o'qishda ham masalan metod kuni bo'lmaydi bularda. Ikkinchi D sinfimiz yaxshi, ikkinchi E sinfimiz yaxshi, uchinchi A sinfi yaxshi, uchinchi B yaxshi, uchinchi D sinfi yaxshi, uchinchi E sinfda bunday qo'ysak bo'laveradi. To'rtinchi A yaxshi, to'rtinchi B yaxshi, to'rtinchi D yaxshi, 5-chi A sinfimizda yarim soat dars qolib ketyapti. O'sha darsimizni olib kelib bu joyga yoki bu joyga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. 5-chi B sinfimiz ham jadvali yaxshi. 5-chi D sinf ham yaxshi. 6-chi A sinf yaxshi. 6-chi B sinf ham yaxshi. 6-chi D ham bo'laveradi. Mana endi ikkinchi smenadagi darslarimiz. Ikkinchi smenadagi darslarimizda 2 soat darsimiz sig'mayapti. Ingliz tili bilan kimyo darsi sig'mayapti. Sig'mayotgan sababi biz ochib bergan joyimizga to'liq dars joylashgan. Demak, ularda 7 soat dars ham bo'lishi kerak ekan. Ish vaqtini o'zgartiramiz. Sinflarni ochib, 7 sinflar ikkalasini ham 7 soatni ochib qo'yamiz. Va sinflarga qo'llash. Undan keyingi qiladigan ishimiz maktabda ham 13-soatga vaqtini qo'yamiz. 18:40 dan 19:25 gacha. Mana oxirida demak dars ochildi. Bo'sh joylar shu joylarga joylashtirib qo'yishimiz mumkin yoki boshqatdan tuzib yuborishimiz ham mumkin. Endi hozir boshqatdan tuzib o'tirmaymiz. Xo'p, 7-chi B sinfda ham o'sha ikkita sig'may qolgan darsi bor. Buni ham joylashtirib qo'yamiz. 7-chi D'imizda ham xuddi shunaqa. Mana yarim soatlik darsni albatta bo'sh joyga qo'ysak, nemis tilisi bir kunda bo'lib qolmasin. Kimyo. Mana shu bilan bo'ldi. Agar kimyo oxirgi soatga tushmasin deydigan bo'lsak, boshqa dars bilan almashtirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, shu joyga mana shu joyga boshqa dars qo'ymoqchiman. Qaysi dars qo'ymoqchiligimni yerdan ko'rib olsam bo'ladi. Qaysi darsni oldida yashil turgan bo'lsa, shularni qo'yishim mumkin. Xo'p. Demak, kimyoni masalan ingliz tili bilan almashtiramiz buni. 8-chi A sinfimizning jadvali yaxshi, 8-chi B yaxshi, 9-chi A yaxshi, 9B yaxshi, 10A yaxshi. Qani 10A'da yarim soatlik dars bir kunga qo'yib qo'ysak bo'lar. Endi ona tili bir kunga 2 soat tushib qolyapti deydigan bo'lsak, bunaqasiga qo'yamiz unda. Demak, ularni hozir mana biologiya bilan almashtirsak bo'lar ekan. Endi biologiya bir kunga ikkita bir mana shunday qilib qo'ysak bo'ldi.
10-B yaxshi joylashgan, 10-D sinfimiz ham yaxshi, 11-A, 11-B'mizni deb qo'ysak bo'ladi. Shu bilan mana dars jadvali tayyor. Ko'rib olishimiz mumkin, hammasi joylashgan. Endi o'qituvchilar dars jadvalini ko'radigan bo'lsak, mana o'qituvchilarda 7-sinfga dars o'tadigan o'qituvchida okno paydo bo'lib qolyapti. Chunki 7-sinf 2-smenada, qolganlar 1-smenada. Xuddi shu sinfda shu o'qituvchini, menimcha bu kim ekan? Chorshamov ekan. Shuni 2 marta bosib turib, darscha oknolarini kamaytirish degan joyga belgi qo'yaman va dars jadvalini boshqatdan tuzib ko'raman avtomatik. Mana endi keyingi safar tuzayotganimda o'qituvchilarning darscha oknolarini hisobga olish degan joyga belgi qo'yib tuzaman. Mana hozirginaqa oknolar yo'q. 1-smenadagilar boshqa kunga, 2-smenada boshqa kunga, 1-smena boshqa kunga, 2-smena boshqa kunga qilib yig'ishtirib beryapti oknosiz qilib. Endi hamma o'qituvchinikini ham bunaqa qilolmaymiz, lekin masalan bu sinfda ham mana bu o'qituvchida ham oknolar ko'p ekan. Buni ham 2 marta bosib turib darchalarni kamaytirib ber deymiz. Yana shunga o'xshagan birorta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, mana bunda ham bor ekan. Bunikini ham shunaqa qilamiz. Boshqatdan tuzib ko'ramiz. Bunda ham oknolarni kamaytirib berdi. Qolgan belgilagan qaysini belgilagan bo'lsa, o'shalarni kamaytirib bergan bo'ladi. Mana buniki ham kamaydi. Bitta ikkita okno xolos. Xo'p, endi sinflar tomonga o'tib, jadvalni yana to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi balki bizni misolda oddiyroq misol ko'rayotgandirmiz. Realniy maktablarda o'qituvchilar ko'proq kunini bo'shatib ber deyishi mumkin. Shunga qarab dars jadvalini tuzish ancha murakkablashishi ham mumkin. Lekin umumiy holda dasturda yaxshi ishlashni o'rganib olsangiz, dars jadvali tuzish mumkin bo'lsa, bemalol tuzib bo'ladi. Keyingi videoda shu dars jadvali tuzish mumkin bo'lmaydigan holatlarda nima keltirib chiqarishi mumkin, shu haqda videorolik qilamiz. Endi 1 soat dars qolib ketgan. Mana shu yerda jismoniy tarbiya darsini qo'ymoqchi bo'lsam, birorta dars jadvalini qo'yishga joy yo'q. Bitta mana joy bor, bu joyda o'zi turibdi. Bu yerga qo'yish ma'nosiz. Demak, 1-soatga jismoniy tarbiya qo'yilmasin deganmiz. Shanba kuni jismoniy tarbiyaning metod kuni. Bu ko'k joylarda bu o'qituvchilar darsi bor, oq joylarda bo'lsa xonalar band. Shunaqa holatda dastur pastga tashlab qo'yadi joylashmasdan. Endi o'zimiz bilganimizcha birorta joyga joylashtiramiz. Masalan, dushanba kuni 5-soatda shunga xona topib beraman deb turib, mana shu yerga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Qolgan olingan darsda bo'lsa, jahon tarixini boshqa kunga qo'yib qo'yamiz. 11-A sinfda jismoniy tarbiya qolib ketyapti. Buni ham sababi, demak, bu yerda ham xona yetishmayapti, xona yo'q. O'sha xonalar to'lgan. Mana xona yo'qligini o'zi bildirib turadi. Ko'radigan bo'lsak, hamma darsimiz joylashdi. Endi dars jadvalini tuzib bo'lganimizdan keyin saqlab qo'yamiz. Masalan, рабочий stolga dars jadvali deb turib yoki birorta maktabning nomini yozib qo'yasizmi? Dars jadvali 100 misol uchun saqlaymiz. Agar haqiqatda oxiriga yetib saqlagan bo'lsangiz, ya'ni dars jadvali yaxshi chiqqan bo'lsa, bulutga saqlash degan tugmani ham bosib qo'yishimiz mumkin. Ushbu joriy dars jadvali bulutga saqlamoqchimisiz? Bulutdagi avvalgi saqlagan fayl agar mavjud bo'lsa, yangilanadi, maylimi? Ha deymiz. Bulut fayli muvaffaqiyatli saqlandi. Endi bu bulut degani bizning serverimiz. Ya'ni sizning dars jadvalingiz serverimizga tushadi. Siz o'zingizni kompyuteringizdagi mana saqlab qo'ygan dars jadvalingizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, kompyuteringiz buzilib turib,
boshqatdan sistema bo'lib ketadigan bo'lsa, hech narsa qolmagan bo'lsa ham programmani shunday o'rnatasizda, bu yerda bulutdan yuklab olish degan tugma bor. O'shani bitta bossangiz, oxirgi marta saqlab qo'ygan, bulutga saqlab qo'ygan faylingiz ochilaveradi. Ishingizni bemalol davom ettiraverasiz. Bulutdan faylingizni birov o'chirib yubormaydi. Xo'p, endi dars jadvali tayyor bo'lgandan keyin chop etish. Tepada eksport degan tugma bor. Eksport degan tugmani bosib turib, o'zingizga kerak bo'lgan variantni tanlab olishingiz mumkin. O'zingizga yoqqan variant. Masalan, ikkinchi variantda o'qituvchining ism familiyasi bilan chiqadi. Uchinchi variantda xonasi bilan chiqadi. To'rtinchi variantda xonasi ham, o'qituvchining ism familiyasi ham, fan ham chiqadi. Beshinchi variantda sal boshqacharoq ko'rinishi bilan fan bilan xona o'qituvchi boshqa kataklarda turadi. Oltinchi variantda xonasi ham alohida chiqadi. Yettinchi variantda demak har bitta sinfniki alohida. Sakkizinchi variantda har bitta sinfniki ham alohida, ham har bitta katakda demak fan bilan o'qituvchi. To'qqizinchi variantda alohidada xona ham qo'shilib qolgan va hokazo. Demak shunaqa variantlar bor. Endi o'qituvchilar dars jadvalini chop etmoqchi bo'lsangiz, o'qituvchilar degan joyga o'tasiz. O'qituvchilar dars jadvalini ochamiz. Eksportni bosamiz. Bu yerda ham xuddi o'sha variantlar. Ikkinchi variantni ochadigan bo'lsak, demak 12 variantda har bitta o'qituvchi bittadan qatorga joylashgan va hafta kunlari vertikal turadi. Bu jadvalda ham kimlardir so'raganida 13-variant ham shunga o'xshaydi. So'raganlar shu yerdan ko'rib olishi mumkin. Demak, eksport degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizning dars jadvalimiz Excelda ochiladi. Mana pastga tushib qoladi. Excelda ko'rib olishimiz mumkin. Mana dars jadvali. Bemalol qog'ozga chiqarib olishingiz mumkin. Endi dasturdan chiqib ketamiz. Mana biz saqlab qo'ygan faylimiz. Shuni 2 marta bossak, o'zi dasturda ochiladi. Mana buni ham ko'rib olishimiz kerak. Qanaqa qilib ishni davom ettirib ketmoqchi bo'lganlar uchun. Yoki bo'lmasam bu faylni bosib, programmani o'zini ishga tushirib yubordingiz deylik. Dasturda o'zini ishga tushirib yuborgan bo'lsangiz, oxirgi saqlangan jadvalni ochish degan tugmani bitta bossangiz, o'sha faylni o'zi topib ochib beradi. Bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Endi yana bitta narsa, shu yerda aytib ketaveray. Misol uchun dars jadvali juda qiyin bo'lyapti tuzish. Bir 3 tami 4 ta sinfni dars jadvali yaxshi tuzilmayapti. Nima qilamiz? Shu joyda, mana burchakda yoki bo'lmasam tepada qulflash degan tugmani bosib turib, barcha sinflar dars jadvalini qulflaymiz. Undan keyin o'sha yaxshi tuzilmayotgan sinflar dars jadvalini ochib yuboramiz. Buni qulfni ochish. 3-B sinfniki ochildi. 5-A sinfnikini ochamiz. Bu sinfniki ham yaxshi tuzilmagan. Yana aytaylik, mana 6-A sinfniki ham yaxshi tuzilmagan. Ochamiz. Undan keyin tozalashni bosamiz. Tozalashni bosganimizda o'sha sinflarda dars jadvalini o'zini o'chirib tashlaydi. Qolgan sinflarimizni yaxshi tuzilgan dars jadvallari joyida qoladi. Tuzishni bosamiz. Dars jadvali tuzishni bossak, shu qolib ketgan o'sha 3 ta sinfimizni yoki 4 ta sinfimizni dars jadvalini boshqatdan tuzib beradi qaytadan. Buni kamchiliklari bo'lsa to'g'rilab qo'yilaveradi. Shu usuldan ham foydalanishingiz mumkin. Yoki xuddi shu usulda o'qituvchilarga qo'llashingiz mumkin. O'qituvchilarda hamma o'qituvchining dars jadvali yaxshi tuzilgan-u, lekin qaysidir bitta o'qituvchiniki yaxshi emas. Lekin o'qituvchilarda darslari to'liq sinflarga bog'liq bo'lganligi uchun bu narsani qo'llash unchalik effekt bermaydi. Hop, endi oxirgi joyi mana xonalar. Xonalardagi darslarni ham o'zimiz qo'limiz bilan almashtirishimiz mumkin boshqa xonaga. Masalan, biologiya xonasida dushanba kuni 12-soatda 7-B sinfda dars turibdi. Shuni boshqa xonaga olib qo'yishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozircha shu edi.